Tak, hammaga assalomu alaykum. Mana xudo xolasa safarlar tugatib Yevropadan ham kelib oldik. Akalar, yangi vakansiyalar bor. Kech bo'lishiga qaramasdan shu vakansiyani aytib o'tib ketay dedim. Ertadan kirishamiz. Bugundan shu vakansiyani aytib qo'ysam. Srochno menga olib chiqishdi. Xorvatiyaga yana yangi vakansiyalar chiqqan. Xorvatiya bo'yicha agar qiziqqanlar, ketmoqchi bo'lganlar, niyat qilganlar bo'lsa, boraydi. Oldin menga ko'pchilik yozishardi. Hozir hammasiga bitta-bitta yozishga vaqtim fizически yetmaydi. To'g'ri tushunasizlar. Shuning uchun bitta video qilib qo'yay dedim. Shuni tushunchani olib, videoni oxirigacha ko'rib, keyin kimga ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa qo'ldan kelgancha yordam beramiz, sababchi bo'lib qolamiz inshaalloh. Yaxshi firma, yaxshi vakansiya chiqyapti. Bularning oylik aylanmasi ham normal ekan. Normal pul firmada aylanar ekan. Значит, unday bo'lgandan keyin firma normal sog'lom bo'lsa, xudo xolasa viza olish ehtimollari ham juda katta bo'ladi. Shunday, sizlardan talab qilinadigan hujjatlar faqat sudlanmaganlik spravka, o'zbek tiliga yoki rus tiliga, o'zbek tiliga olsanglar yaxshi, uni keyin apostil qilinadi notarial holatda, keyin pasportinglar oxirgi 6 oy ichida so'rovi ko'proq bo'lgan. Keyin ish, o'sha masalan bizda hozir Xorvatiyada asosan bilasizlar, qurilish bo'yicha yo'naltiraman, qurilish bo'yicha O'zbekistondan kerak bo'lyapti ustalar. Faqat usta bo'lsa yaxshiroq bo'lardi. Keyin ustani ham qanaqa deyapti. Hozir mana yangi zakonlar chiqqan. Bundan oldingi 1,5 oy oldin hujjat topshirgan odamlarimga ham shunaqa so'ragandi. Qurilish firmalar so'rayaptiki, endi davlat qonunlari shunaqa nimalar chiqibdiki, masalan o'shani g'ishteragan usta deyaptimi, kamenshik usta deyaptimi, o'sha ustani haqiqatdan ustaligi haqida diplom so'rayapti. Endi u qanaqa bo'lishi mumkin? Diplomni ham qilib beramiz inshaalloh. Diplomlarni ham qilsak bo'ladi. Uni ham yo'li bor, qilsa bo'ladi hamma tarafda. Xarajati bor, xizmati bor, uni to'lab bersa hammasini qilsa bo'ladi. Biz o'sha 1,5 oy oldin topshirgan ikkita odamimizga o'tdi. O'sha diplom yasab berdik, o'tdi, xudo xolasa. Uni ham qonuniy qildirib, как положено qildirib olsak bo'ladi. Shunaqa hujjatlar so'rayapti. O'zingizlarda bo'lsa undan ham yaxshi. Va bo'lmasa yordam beramiz inshaalloh, uni ham to'g'rilatib olsak bo'ladi. Самое главное maqsad shu vizani olish. Eng keragi vizani olish. Vizani olgandan keyin o'sha joyga borib ishlanadi, ID karta olinadi. 5,5 euro, 6 eurodan soatiga deyilgan. Yotoq joy beradi. Ba'zi firmalar pitaniya beradi, ba'zi firmalar bermaydi. U o'zingizlardan pitaniya bo'lsa ham 100-200 euro ketadi oyga, palon pul ketmaydi. Shunaqa gaplar akalar. Keyin приглашение chiqish muddatini 3 oy deyapti. 3 oy приглашение. Hozirga kecha so'radim, bugun surishtirdim o'shani, so'rasam. Viza chiqish muddatini, o'sha приглашение masalan 3 oydan keyin chiqdi deylik, vizaga topshiradi. Toshkentga viza sentrga topshirish kerak pasportni. To'lovlarni qilib o'sha topshirganda ham vizani chiqishi hozir 21-22 kunda deyapti. Hozir данный moment shuncha vaqtda chiqayotgan, tez chiqayotgan ekanda. Обычный topshirsa ham. Deylik 1 oy deylik, mayli 2 oy deylik. Самое главное vizani qo'lga olinsa bo'ldi-da. Ketadigan vaqt akalar maksimum общий hisoblasa ham 4-5 oy ketishi mumkin. Maksimum endi. Undan ertaroq ham kelib qolishi mumkin har xil. Shunaqa akalar, paka vakansiya bor. Shu vaqtdan foydalanib, vaziyatdan foydalanib, konkret niyat qilganlar, ketmoqchi bo'lganlar, xarajatiga, harakatiga, sabriga tayyor turgan odamlar shuni aloqaga chiqinglar, o'zim Telegram nomerimni qoldiraman. Menga yaqin atrofda bo'lsanglar, ko'rishib olaveramiz. Farqi yo'q. Faqat vakansiya tezroq odamni nima qildirib yo'naltirishimiz kerak bo'ldi. Shu bilan to'lib qoladi. Joylar o'z chegaralangan. 4 kishimi kerak bo'lyapti, bo'ldi. 10 kishidan уже 4 kishi kerak. Hozir yana 2 kishi bor menda, yaqin o'zimizda akalarimiz bor. Yana bir 2 kishi, yana 2 kishi, xullas 4 kishi kerak-da yana. 4 kishi bo'lsa, davlat topshirtiramiz. Ustalar kerak, armatura, apalavka, mana shu beton sohasida, keyin g'isht teradigan, kafelda, boshqa mana qurilishda hunari bo'lsa yaxshiroqda. Fasadni nimani biladigan bo'lsa ham undan ham yaxshiroq. Shunaqa gaplar akalar. Keyin qilgan ishingizlardan Telegramga iloj bo'lsa, rasm, videolar tashab qo'ysanglar, xorvatlarga tashab beraman. Shunaqa. Bizda ish realni bo'ladi akalar. Bordi bor, yo'qdi yo'q deyman. Agar kimdirda muammo bo'lsa, kimdirda aniq qilib ketsa, nimadir muammo biz tarafdan bo'lsa, men sразу расчет qilib rozi rizochilik bo'ladi. Agar menga shuni aniq qilib ketsa, lekin men bu taraflama lekin xafa bo'lib qolaman. Chunki ko'pchilik shu orada, shu kunlarda ko'p xafa qilyapti. Belavzlik qilib, masalan, bundan 1,5 oy oldin ikkita bir o'zbekni ishga qo'ydik, o'zimizning vatandoshni. Ko'chada qolib ketgan. Xullas mana telefonimda bor. Nimasini ko'rsatsam hozir o'zlari ko'rib qolishi mumkin. Nito bo'ladi. Endi men o'zimga ko'rmadim shu narsani-da. Любой joyga xizmat pullik. O'sha boshidagi videolarimga ham aytganman.
akalar bundan buyog'i deganman, servisim, xizmatim pullik. Bepulni hech kim qadriga yetmayapti, pisand qilmayapti-da. Keyin o'shanda ham aka dedi, ko'chaga qolib ketdik, vaziyat og'ir, короче, pulimiz Xorvatiyada yuribdi, ishsiz qolib ketgan, ishdan chiqarib yuborganda, xullas. Bunaqa dalbayoblarni kim oladi? Unaqa ularni ham Xorvatda ham aldagan bo'lsa, men ham bilmaganman uni. Akajon ko'chaga qolib ketdik, yo'q mana bilet olyapmiz, mana shaharga boryapmiz, qayerqa ishga boraylik. İşte gaplar, pulimchi, xizmatimchi beringlar 300 dan desam, aka borib ishlab, yo'q. Ishga kirgan, borib ishlashgan. Mana ish недоволен bo'lyapti ular, недоволен. Pul bersa ham недоволен. Nimaga? Chunki davolen bo'lish uchun u o'sha ishga joylagan odamni oldin davolen qilish kerak-da. Meni xizmatimni bermay ish kirib, hop, mayli ishladi, oyligini olyapti, endi dokument qilib bermayapti. Kutsang qilib beradi dokumentingni. Nima qilib bermay qayerqa boradi? Hozir uni inspeksiya ushlasa, senga minusmi, unga minusmi? Uni yopishtiradi birinchi. Nimaga ishga olding deb. U отвечать qiladi. Bo'ldi, u отвечать qilganda u отвечать qiladi. Hamma tarafni o'zi qilib beradi, o'zi kafil bo'ladi. Bir kallani ishlatsa, o'sha bir anaqa qilsa, oylik olyapti, yo'q, biz endi O'zbekistonga ketyapmiz. Bittasi, yo'q, men endi anavga ketyapman. Nima, boshqa shahar ketyapman. Bittasi yozyapti. Yozgan menga WhatsAppdan, seni sudga beraman deydi. Men aytdim, voy dalbayob. Sen oldimga kelib gapirgin shu gapingni, sudga beraman deb yozgan ekanda, aytdim, bo'ldi, gaplashamiz, ko'rishamiz. O'zbekistonda boray, yo'q, kel, mana dalbayob, kel, men din odamman men. Kel, gaplashamiz, ko'rishamiz desam, shunday yozgan gaplarni qo'yinglar ko'rsatib o'tmang. Shu udalit qilib tashlagan. Yozgan голосовойlarni hammasini udalit, men bilan yozgan hamma gapini ekala bola ham udalit qilib tashlagan, ekalasi hamda. Erkak bo'lsang, ko'rib turgan bo'lsang, chiqib o'zimga primoy aloqa. Aka, shunday vaziyat bo'ldi. Rozi qil. Men rozi emasman lekin. Mana shu qilgan ishlaringdan senlarni. Mana shunaqa iploslar ham bor akalar, shuning uchun ehtiyot bo'lib. Shuning uchun ham aytaman, hozir ham vakansiyalar bor, ishlar bor. O'zbekistondan hozir mana aytgan ishim. Xorvatiyada yurgan o'zbeklar bo'lsa ham yaxshi ishlar bor. O'tkazdirib qo'yaman. Podsomnikka 6 euro, ustiga 8 eurolik joylar bor-da. Xizmat bor 200-300 euro. U xizmatni oladigan odam bor. Men bor. Nima bizda endi ishimiz shu bo'lib qoldi, o'rtadagi ishimiz. Endi biz ozroq olmaylikmi xizmatimizni? Yo, sen rozi bo'lmaysanmi? 100-200 chiqarib bersang cho'ntagingdan. Bermadi, ana shu pulni bermadi. Oyligini oldi, lekin pulni bermay qochib ketdi-da. Voy bilan, deyman, uyaldim-da, to'g'risi, voy. O'lib kuningdan-da, to'g'risi bor. Sharmanda bilan o'zbek aldab turgani hech narsa emas. Lavzda, lavz. Buni faqat erkaklar tushunadi bu lavzni. Belavzlar omad tilab qo'yamiz ularga ham, lekin oldingidek bo'lmaydi. Menga aloqaga chiqib yotmasin unaqa inson belavzlarda. Unaqa insonlar bilan ishlab ham bo'lmaydi, baraka topib ham bo'lmaydi. Avval ishga joylab, senga xizmat ko'rsatgan odamni rozi qilgin, keyin baraka topasan. Sen u odamni rozi qilmay borib ishlab shu straylik qilib hech qayerdan baraka topmaysan. Men o'zim ham mana musofirda yurib ancha ko'rganman-da. Shuning uchun u 100 so'm, 200 so'm 2-3 kunlik pulinglar, ishlagan pulinglar. Lekin o'sha pulni qizg'onib, ular boshqa joyda dal shu vaqtini yutqazadi-da. Shunaqa gaplar akalar, gapim ham cho'zilib ketdi. Ustalar, aloqaga chiqinglar. O'zbekistondan konkret bormoqchi bo'lgan odamlar xarajatini hammasini tushuntirib aytib o'tib ketaman. Bo'lib etap to'lanadi. O'sha to'lovi, xizmati, xullas hammasi. Ish realniy, primoy firmani o'zi bilan. Qandaydir agentство emas yoki boshqa emas. Shunaqa gaplar, aloqaga chiqinglar akalar. Samый главный keyin nimasi zo'r? Masalan, menga topshiringlar demayman. Erta borib ishinglarda qandaydir muammo bo'lib, ishdan haydalgan taqdiringlarda ham qaysidir ish topib berishga yana sababchi bo'lib qolaman o'sha yoqda sizlarga. Yana boshqa ish topish yoki maslahatlashib, svязda bo'lib turib degan joydan shunaqa. Bir agentliklarga o'xshab shappa ishga yuborib, u ish o'xshasa borib aeroport qolib ketib, ishdan haydaversa ko'chada qolib ketib degan joydan emasda. Chunki ko'ryapmiz, mana shu eshityapmiz, shu bolalar ham ko'chaga qolib ketgan. Keyin chiqadi aloqaga, keyin shuni shustir. U valla baraka topmaydi. Bunaqa bo'lmasi kerak. Xizmatni berish kerak boshidan. Bo'ldi, tamom. Yo'qmi, yo'q deyish kerak, tamom. Shunaqa. U yordam deganda odamlar faqat pulni tushunib qoldi. Yo'q, yordam deganda ishonarli vakansiya, ishonarli joy topib bergani o'zi, ishonarli ish topib bergani o'zi yordam emasmi? Katta yordam-ku. Pulni boy vaqt topiladigan narsa-ku keyin erta ishlasa. Shunaqa gaplar akalar, joninglar sog' bo'lsin. Videoga like bosib qo'yinglar.
bormoqchi bo'lgan insonlarga videoni yuborib qo'yinglar. Aytganda Xorvatiyada yurgan, ish izlab yurganlar bo'lsa ham, aniq realniy odamlar, faqat belazlar emas, konkret dostoyniy mujiklar bo'lsa aloqaga chiqinglar, ishga joylab qo'yamiz. Videoga like bosinglar, podpisatsiya bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat, joninglar sog' bo'lsin akalar.